Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu safargi videomizda sizlarga pechkalarni o'rtim yasalib sotilayotgan joy yetib bo'lsa, bu pechkalar qolgan pechkalardan farqi nimada deydigan bo'lsa, bitta zapravka bilan bemalol bo'lsa 100 kvadrat metrli joylarni istagan ham bo'laveradi bo'lsa, ko'rinishdan katyolga o'xshab turadi, lekin asli katyol emas, bular pechkalar hisoblanadi do'stlar. Undan tashqari yana bitta yangilik bor. Atiga 5000 so'm bilan do'stlar eng kamida 2 soat uylarni bemalol isitib beradigan atrobotgali pechka yangilingiz bor do'stlar. Hozirgi kunda bularning narxlari nech bilan bo'lyapti, qanchada yasab berishadi hamda bularning listlari nechlik bo'ladi, to'liq ma'lumotlar xudo xohlasa Haydar To'lakanizdan biredi berib o'tgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Damlar olib ishlar yaxshimi aka? Charchamasdan rahmat. Xudoga shukr. Xo'p, aka, birinchi bo'lib juda ko'pchilik mana shu videolarni ko'rishadi. Bundan internetda rosa trend bo'ldi aka. Xo'p, bu o'zi katyolmi aka yoki pechkami aka bu? Bu pechka hisoblanadi aka. Pechka o'tin ko'mirga oladigan. 100 kvadrat joyda isishga mo'ljallangan yetadigan pechkamiz. Juda ham zo'r aka. Mana qaranglar do'stlar, ko'rinishdan katyolga o'xshab ketadi. Shuning uchun ko'pchilik katyol deb o'ylayapti ekan, lekin o'zi asli do'stlar bular ya'ni pechka hisoblanadi do'stlar. Ham o'tinga ham ko'mirga bemalol yonaveradi aka. Aha, o'tin ko'mirga bemalol ishlaydigan pechka tanlamaydi. Tanlamaydi. Ay, gaz bor joylar bo'ladigan bo'lsa, gazga ham bemalol ishlayveradi aka. Ha, entagidan gaz ulab qo'yishsa ham bo'ladi. Turbadan. Juda ham zo'r do'stlar. Turon brendi asosida ishlab chiqariladi. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bor. Dastlabkilarni xudo xohlasa aytib o'tgan. Xo'p, listlar qanday liniya hisoblanadi aka? Xo'p, hamma yog'i uchli listdan yig'ilgan pechkani. O'nni. Ya'ni bu qismlar hammasi uchli listdan. Kraskalari ham 1200 gradusga chiqadigan kraskadan sepamiz, rossiyskiy firmadan. Xo'p, endi aka qolgan pechkalardan ko'ra qarang aka, ko'rinishi deyarli bir xil. Nima sababdan 100 kvadrat metrli joyda isitib beradi aka bular? Xo'p, pechkamizni asosiy e'tibor berilgan tarafi radiatori. Pastdagi sovuq havoni isitib tepaga yetar beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi ventilyator bor qo'shimcha sifatida. Ventilyator qizigan pechkaning havosini atrofga fudab tarqatib beradi. Ya'ni fudab tarqatib beradi. Endi hozir do'stlar ma'lumot svet o'chib qoldi, shuning uchun ko'rsatib beradi. Ya'ni to'kka suqadigan bo'lsangiz, mana bu yerda do'stlar mana teshiklari turadi. Mana shu teshiklardan siz ya'ni pechkani ichida issiq havoni bu tomonga haydab beradi. Shuni sababdan bemalol 100 kvadrat so'radi aka, xudo xolasa. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, bularda razmeri necha yuradi aka? Xo'p, tashqarisi 30 ga 30 bo'ladi, ichi 25 bo'ladi. 25 bo'ladi xudo xolasa do'stlar. Xo'p, rasxodga keladigan bo'lsa aka, 100 kvadrat to'liq sizadigan bo'lsa, qancha rasxod qiladi aka ko'mir? Bir sutkada 20 kilo ko'mir rasxod qilyapti ekan. Bu o'zimiz tajribadan ham, keyin bergan sotgan klientlarimizni aytishi bo'yicha ham 20 kilo yon berdi. 20 kilo yon berdi, bemalol tutib beraveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Hozir bunga qaytamiz. Xo'p, endi bunimizga keladigan bo'lsa aka, bu qanaqa hisoblanadi? Bu atrobotka pechka, hamma taniydi. Xo'p, buni rasxodi 1 litri 2,5 soatga yetadi bemalol. Isitish maydoni 35-40 kvadrat. Xo'p, buni 35-40 kvadrat bemalol isitaveradi. Asosiy ochiq joyda ishlaydiganlarga, ustaxonalarga, ishxonalarga beramiz. Ya'ni sexda bir qator o'rab qo'yishadigan bo'lsa, ana shu yerda turib bemalol isitaveradi. Bu yerdan quyib qo'yiladi. Bu yerdan esa mana shunday holatda ochib qo'yadigan bo'lsa, o'zi pastga sekin astalik bilan tushtirib, yonayotgan olovi yonib, yana ham isitib beraveradi do'stlar. Xudo xolasa mini tarzda juda chiroyli holatda. Endi bular e'tibor bermaysizlar, bular ya'ni eksperiment uchun chiqqan varianti do'stlar. Shuning uchun yonlari biroz yana qilib, lekin zakaz beradigan bo'lsa, yangi holatda boradi aka bular ponni. Albatta, yangilari dedilar. Xo'p, buni narxi nech bo'lib chiqadi? Bu narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm. Hamma kesilib tayyorlangan joylari o'zimizda lazer bor, lazerdan tayyorlaymiz. Ichkarida o'zi sex bor, sexdan o'zlari razmerlari hammasi bir xilda chiqadi. Bunimi Turon pechkamiz narxi 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm. Bular dastavkasi qanaqa hisoblanadi? Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda yetkaziladi. Kelishilgan holatda xudo xolasa yetkazib beriladi do'stlar. Aloqaga chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan sizlarga videosini olib o'tib ketyapmiz. Xo'p, buni komplekti nima-nimalar bo'ladi aka? Xo'p, komlektda havosini regrovkasi, zaslonkasi bo'ladi, kuldoni bo'ladi o'zini. Kovlash uchun alohida shixi, bitta ventilyatori bo'ladi, komplektda bo'ladi. Juda ham zo'r do'stlar. Mana shu ventilyator hozir aytib ketgan barcha narsalar xudo xolasa komplektda qo'shib beradi. Tarnovdan tashqari ko'pchilik video qilgandan keyin tarnovsini ham ko'rdik deyshadi, lekin tarnovdan tashqari do'stlar xudo xolasa bemalol ishlasalar ham bo'laveradi. Bu tomondan yoqiladi do'stlar, pastdan ya'ni kuldon ko'rib qolgan bo'lsa, olib tozalab bemalol qo'ysalar ham bo'laveradi do'stlar. Endi aka ko'pchilik so'raydi, issiqxonalari ham bo'ladimi deyshadi aka. Issiqxona bo'ladi. 100 kvadratga javob beradi bitta pechkamiz. Hop. Kimnikidir kattaroq kichikroq bo'lsa, unga yarasha yana aloqaga chiqsa, boshqa variantlar ham chiqyapti xudo xolasa. Boshqa variantlar chiqadi xudo xolasa do'stlar. Kimga shunaqa pechkalarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqib qolsa, xo'p, hozirgi kundagi sezonni kutib qoldi, anaqa qilib qoldi degan narsalar bo'lmaydimi aka? Yo'q, yo'q.
Bizda hamma yo'q, yetarlicha zapasi bilan bor. Zapasi Zakaz bilan bor qilasiz, do'stlar, bemalol. xudo xolasa. Ya'ni sexga keladigan bo'lsa do'stlar, mana bu yerda do'stlar ko'ryapsizlar. Xudo xolasa zapasda tayyor holatda turibdi. Bu hozir bit qatori. Naryoqda yana xudo xolasa tayyorlari bor. Xudo aloqaga chiqadigan bo'lsa, chiroyli narxlarga kelishgan holatda qilib bilan narxi 1.700.000 so'm aka bular. Albatta. Buniki 500.000 so'm. Xo'p, endi o'sha trendda bo'layotgan ekanop pechkanasi necha puldan chiqadi aka bular? Ekolon pechkalarimiz hozir 950 mingdan 1.200 minggacha, 20 ga 20 lik variantlarimiz 950 ming, 1 million, 1.50 ming bo'ladi. 25-25lari bor. 1.100 mingdan boshlab 1.200 minggacha. Gulli, tapchalli, kimni xohishiga qarab qanaqa so'rashsa bor. O'shunga qarab plyus-minus kelishgan holatda becha juda ham zo'r aka. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, bizni kanaldan ko'rdim desa, chiroyli narxlarda kelishgan holatda qilib berasiz aka. Xush kelibsiz aka, Sog' bo'linglar aka, rahmat.